Assalamu alaikum tuğanlar. Hazır mal bazarda bağlarda bildirip beremiz. Aka kança oldu? Men tut ketip duruyor. Sonuçtan kanalımızdır video like basıp. Aka sizdeki kança oldu? Ne ulan? Kança? 40 bin. Çalız ekan ha? 40 kaldım. 40 bin. 40 kaldım. O maşinadagı mı? Mına şunu 44 bin so'm alıp turibdi onlar. Boz o'xshaydi aka. Boz ekan mına. Жаңа to'ng'ich. Aka qancha oldi? 27 ming bo'ldi bunda. Urg'och to'poq. Aka qancha oldi? 2,9 ming. 8,800 so'm bo'ldi bunda to'g'ri. Aka qancha oldi oy? 75 ming so'm. Erkek to'rpog'i bilan. Az жылқы базары тапқыча шундай кеш болып кетті. Aka қанша oldu? 62 ming so'm bo'ldi turibdi, жалғыз ekan. Aka qancha oldu? 130 bo'ldi mi? 330 bo'lgan o'xshaydi. Qancha oldu? 75 ming so'm bo'ldi tur. Urg'ochi to'rpog'i bilan. Erkek to'rpog'i bilan ekan. Adaşımın erkek toplamayan 75 bin so'm. Aka qancha oldu? 110 bo'ldi turibdi. Buldagi erkek to'rpog'idan 110 ming so'm. Aka qancha oldu? 33 ming so'm. Sizga qancha oldi? 24 ming deydi. 80 ming so'mdan bo'ldi turibdi. Balasi bilan o'tib ketadi. Aka sizga qancha oldu? 66 urg'ochi to'rpog'i bilan. Aka qancha oldi? 53 urg'och to'rpog'i bilan. Aka qancha oldi? 6 ming, 60 ming deydi, 65 ming deydi, bilmayman, 6,5 deb qo'ydi. Tushunmadim. Sho'y 100 ming bo'ldi balasi bilan, erkek cho'ng to'rpog'i bor ekan. 32 ming so'm bo'ldi bunda shu alabuqa. 32 ming so'm bo'ldi tur, shu majina 32 ming so'm bo'ldi. 51 ming so'm bo'ldi bunda. 38 ming so'm bo'ldi tur shu majin. Birdi tugan o'ydi. Qancha oldi? Sotib oldi. Qancha sotib oldi? Ketib qoldi. 102 ming bo'ldi tur, 3. Mana bu orqadagi shu 102 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi? Havo qancha oldi? Qancha? Qancha oldi sizga? Eko 50. Eko 50 ming so'm bo'ldi bunda. Urg'och to'rpog'i. Aka qancha oldi? Qancha oldi? 69 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi? 48. Жалғыз balası var mı? Ha, boz bu. Boz bu ekan 48 ming so'm bo'ldi. 55 ming so'm bo'ldi. Boz ekan. Жаңы to'ng'ich bu. Ha, bir tug'an bu. Bir tug'an. 55 ming so'm bo'ldi. 74 ming so'm bo'ldi. Kichkina balasi. 70 ming so'm bo'ldi. Balasi urg'ochgan. 34 ming so'm bo'ldi. 70 ming so'm bo'ldi. Erkek to'rpog'i bilan. Qo'y kishniki 65 ming bo'ldi. Жалғыз o'zi. Mana shu balasi bilan 72 ming so'm bo'ldi. Balasi erkek urg'och u. Urg'och ekan. Shu aldida ketgan cho'ngmasi bilan enesi bilan 150 ming bo'ldi. Shu to'rpoq 31 bo'ldi. Erkek to'rpog'i ekan. 81 ming so'm bo'ldi. Mana urg'ochchi to'rpog'i bilan ekan. Şul erkek to'rpoqdir 31 ming so'mdan bo'ldi. Şul balasi bilan 60 ming so'm bo'ldi. Urg'och to'rpog'i bilan ekan. 37 ming so'm, 40 ming so'mdan bo'ldi. Mana shul ikki buqa 107 ming so'm bo'ldi. 1,5 yashar buqalardan ekan. Urg'och to'rpoqdir 48 ming so'm bo'ldi. Eko. To'rpoq qancha oldi? 21? 21 mi? 20 var. Ha, 20 ming so'm bo'ldi bunda. 31 ming so'mdan bo'ldi shu uchi. 25 ming so'm bo'ldi bunda. Urg'ochlar to'plam 51 ming so'm bo'ldi. Sizga qancha oldi?
61.000 so'm. 61.000 so'm. Balası urgaçı? Urgatna uşul torpok 17'ge berilip satып aldık. Urgaç kene? Ha, bu erkek mi? Uşul buqalar 45.000 so'mdan bo'ladi. 48.000 so'm bo'ladi. Мал базар карантинге жабылдыбы? Же базарга алып барууга унааңар жокпу? А балким сатууга убактыңар жокпу? Анда фермер KG тиркемесин жүктөп ал да, малды же түшүмүңөрдү биздин тиркеме аркылуу онлайн сат. Биздин тиркеме сизге жакын арзан баадагы малды же тоютту тез таап берет. Керектүү айыл чарба продукциялардын бааларын билип алсаңыз болот. Жуманын аягын күтпөй, сиз каалаган убакытта малды же түшүмдү сата аласыз. Фермер KG жөн эле товарларды сатып алууга жардам бербестен, малды жана өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча пайдалуу кеңештерди берет. Фермер KG толугу менен айыл чарбасына багытталган онлайн базар. 9.000 so'm satıldı. 36'dan mı oldu? Naş kukalar 36'dan. Kança oldu? Ha, satıldı. Kançaga? Şulay 65.000 so'm satıldı. Balası erkek burgaçı mı? Erkek mi? Erkek torpağından 65.000 so'm satıldı. 30.000 so'm satıldı. 38.000 so'm, 39.000 so'm bordur. Narxı 38 bo'lgan o'xshaydi. 70.000 so'mga sotildi. Qancha oldi u? 66.000 so'm bo'ldi. Erkek to'pog'i bilan 49.000 so'm. Bo'z o'xshaydi. Yurib. Bu qancha oldi? Aka. To'g'on qancha oldi? 65.000 so'm. Urgaç torpağım benim. 55.000 so'm oldu. Bozu ekan. Buqalar qancha oldi? Esmesken 72.5 ming oldu. Erkek torpağım. 50.000 so'm oldu bundan şu. Buqa. Bu qancha oldi? 80 oldu. 80.000. Balası erkek ekan. Erkek 58.000, 27.5 ming. 62.100'ge aldı deyim. Uy balası qancha oldu uy balası? 58? 58.5 ming. Erkek torpağım. 140 ming oldu o'sha cho'ng buqalar. Eko. 62 qancha? 66 va. Qancha oldu bu? Qancha oldu? 28? 28.000 so'm. 70.000 so'm bo'ldi. 32.000 so'm bo'ldi. Urgachi turpoq 1,5 2 yashar o. Bu qancha oldu? 32? 32.000 so'm bo'ldi. 7,5 so'mdan bo'ldi. 63.000 so'm bo'ldi. 67.000 bo'ldi. Urgachi turpoq. Qanchadan bo'ldi? Qancha oldi? Men aytsangiz o'rtasi. Oldi 32. Oldi 27. 27dan 32.000 so'mgacha bo'ldi. Shular. Qancha oldi bular? Aytpadi. 44.5 mingdan bo'lib shu buqalar. Qanchadan oldilar? Qancha? 65 ekan. 65.000 so'm oldi. 38.000 so'm bo'ldi shu. Narxini qancha dedingiz? 34 dedi. Urgachi turpoq 34.000 so'm. Bu qancha so'm bo'ldi? Qancha oldingiz? 72. 72.000 so'm. Erkek. Yo'q. 64.000 so'm bo'ldi. Qancha oldi torpoqlar? 45'ten 45.000 so'm. 83.000 so'm. Erkek torpoq bilan. Bu qancha oldi? O. Uqbadi. 7,5 so'm bo'ldi bundan shu. 33.000 so'm bo'ldi. Torpoq qancha oldingiz?
22 ming so'm urg'ashtirib qo'ydim. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan sotib olding? 27? 27 ming so'mdan. Urg'ashtirib qo'yibdir. 65 ming so'm bo'ldi shu. Uy, qancha oldi? 5 ta dori. Sotiladi-mi? Qanchaga? Qizloyga o'tamiz, Qizloy. 34 ming so'm oldi. 42,5 ming bo'ldi. 45 bu. Narxi cho'ng 50 oldi-mi? Nasıl 40 bu? Narxi 40 bo'ldi. Uy, qancha oldi? 47? 57 bo'ldi. 54,5 55 ming deydi. 60 56 oldu bundan. Narxı 60 mı 56. Qancha oldu bu qa? Qizloy. 134 oldu Reko. Qancha oldu bu? Sotiladi bu qaytda. Qanchaga sotib oldingiz? 31 ga sotib oldingiz mi? Qancha oldu bu? 59. 59 ming so'm bo'ldi. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? 10 bo'ldi. 6,5 ming va qizil. Bu qancha oldi? 55 ming so'm. Qancha oldi? Qancha oldingiz? Qancha oldingiz? 41 ga. Erkek to'pol ekan. 66,5 ming. Va qancha oldingiz? Sotib oldi. Qanchaga? 90 ming so'm bo'ldi. Erkek to'pol. Buqalar qancha oldi? 45 ming so'mdan bo'ldi. 26 dan 44-50 ming so'm bo'ldi narxi. Cho'ng 50 ming. Sotib oldi. Qanchaga sotmadingiz? 66 ga sotmadingiz. Mana shu 313 ming bo'ldi. 26,5 dan bo'ldi. 21 ming so'mdan. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? 11 17? Ha, 17. Qancha oldingiz? Qanchaga sotmadingiz? 65 ming so'm bo'ldi. Maldı görüyorsun. Qancha oldi? 41,5 deydi. Shundan sotib olganlarga so'roq qo'y, qanchaga sotib olgan deb kommentariya yozganlar da bo'ldi. Qancha bo'ldi? 52. Qo'z qanchaga? Qanchaga oldingiz? 60 ming so'm oldi. Urg'ash to'pol bilan. Mana 30 ming so'mga sotib oldi. Shu bolasini. Adashman. O, to'pol o'zgan. Eko 143 ming bo'ldi. Eko. Esini biles. Qancha oldingiz? Çoğları 53'ten. Cho'nglar 53'ten. Ona 37. 37? 27 ming so'mdan oldi.